Assalomu alaykum. Papako'z Sultonov. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamasdan bugungi 8-mart Xalqaro xotin qizlar bayrami kuni bilan tabriklayman. Bunaqangi bayramlarda ko'pini ko'ring. Oilangizga, farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Borlaringga shukr. Ichki ishlar idora xodimlari nomidan, qolaversa yo'l patrul xizmat xodimlari nomidan tabriklaymiz sizni. Katta rahmat. Tinch bo'ling. Bunaqangi bayramni ko'pini ko'ring. Ichki ishlar xodimlari nomidan, qolaversa yo'l harakat xavfsizlik bo'lim xodimlari nomidan tabriklayman sizni. Bunaqangi bayramni ko'pini ko'ring. Yaxshimisiz? Bugungi 8-mart xotin qizlar bayrami bilan siz tabriklayman. Arzimagan tabrikimiz ichki ishlar xodimi, yo'l patrul xizmat xodimlari nomidan sizni tabriklaymiz. Mana. Sog' salomat bo'ling. Xo'janim, bugun sizni 8-mart Xalqaro xotin qizlar bayrami bilan tabriklayman. Muqaddas hayot